berib degani bu narsa emas bu. Qanaqa sindirib tashlaysan? Yo'q. Hozir videosi yozsa, turib o'taysan bu. Ko'zga qarab foydasi yetsa, aka, nima bu? Kameralar, hamma yoq kamera bo'lib ketdi-ku. Ha, mashina hamma yerda kamera bor. Nima har bitta chiqqan mijozlar shunaqa tomosha qilib ketasizmi? Oilasi bilan chiqsa yo qo'lini ushlab ketsam tomosha qilib ketasizmi? Oying sen sal orqaroq o'tirgan, yonboshga o'tirgan, orqamga o'tirgan. Hatto o'tirmanman. Ja, unaqa qiliqlaringni uyda qilasizlar. Orqaroq o'tirib olgin. Pulini berilyaptimi? Orqaga qaramay o'chirib tashlasangizchi? Yo, o'chirmayman buni men. Nimaga o'chirmaysiz? Har bitta chiqqan mana shunaqa tomosha qilib ketasizmi siz? Tushunmadim, sen orqaroq Nima o'tirgan. tushunmayapti? Puli berilyaptimi? Pul yo'qmayaptimi? Yoqmayapti. Bu qilig'ing menga yoqmayapti umuman. Ustingdan jalba qilib yuboraman. Jalba sen qilib. Qilsam bermayman. O'sha orqangdan ham mashinaga kelib ko'ryapsanmi? Sen hozir xalaq qilib qo'ysan ularga. Sizlar qiliqlaring menga yoqmayapti. Orqaroq o'tirgan deyapman. O'tirmayman u. Sen mashina orqaga qaramagan. Sen hozir jalba yozaman. Puling ham kerak emas. Tush ikkalang ham uyingga qilasan bunaqa qiliqlaring. Yo'q ketdi. Tush. Qanaqa odam uchradi bizga? O'zi shunaqalar ham uchrab qolyapti. Har xil behayo qiliqlar qilishadi. Mashin bu bizning rizqimiz-ku. Mashinda bunaqa qilish yaxshimi endi? Bu odamlarga ham tushunmayman bor. Fikrlaringni o'zlaring qoldiringlar kommentariyada.